Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizdan navbatdagi operatsiya laparoskopik diafragmal churani bartaraf qilish operatsiyasi. Bemorni bir necha yil davomida jig'ildon qaynashi, oshqozon sohasidagi og'riqlar, ovqat yegandan keyin tiqilishlar, bezovta qilgan, kechasi uxlab yotgan vaqtda og'izda sho'r, ta'm, kislotnisi ko'payishi bezovta qilgan. Mana shu bemorni rentgen tekshirishni qildik, endoskopiya qildik. Hozir laparoskopik bartaraf qilish operatsiyasini amalga oshiramiz. Qani ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorda oldindan oshqozon ichakida operatsiya bo'lganligi sababli salginagina chandiqli jarayon, o'zigina qiyinchilik bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa ham biz operatsiyani tugatdik. Demak, bu yerda ham o'sha kengaygan diafragmal teshik laparoskopik kurrografiya qilindi va fundoplikatsiya, to'pi bo'yicha fundoplikatsiya qilindi. Operatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshdi. Bemor qutuldi. Rahmat amollaringizga.